Assalomu alaykum. Chorvoqlar obunachilari hamda bo'g'oz ishqibozlari. Bugun mana Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan har doimgidek o'zimizning xonadondan dastavka jarayon ishlarini boshladik. Hafta kuniga chorshanba 2026-yil kun sanasi 14-yanvar sanasida Vatan himoyachilar kunida turibmiz. Aka-ukalar, mana bugun dastavka jarayonida 3 ta molimiz bor. Sizlarga bitta-bitta sotilgan narxlarni tanishtirib o'tib ketamiz. Hammasi sotilgan bo'ladi akalar. Hop, birinchisi puli pastroqdan boshlayveramiz. 8 oylik bo'g'oz edi. Bo'ylari biri 13, biri 10 pishli suvga berdik. Kuragi chiqmagan, hali buzov, lekin kuragi chiqmagan 8 oylik bo'g'oz edi. Narxi 20 millionga sotildi. Marg'ilonni 3 ko'prigiga. Hop, akalar, keyingisi mana bunimiz. Andijonga Jalaquduqqa sotildi. Bo'ylari biri 21 edi, 7,5 oylik bo'g'oz edi, 27 millionga sotildi. Kuragi chiqmagan buzov, biri ham birinchi qoringa toza shvet. Mana bu shvetimiz ham akalar sotildi. Hop, Marg'ilonni Yozivoniga bunisi 5 oylik bo'g'oz edi, kechkiroq 22,5 millionga sotildi akalar. Bu molimizni sotilganiga 1 hafta bo'lgandi. Shuning uchun jicha arzonroq bo'lgandi akalar. Hozir mollar ko'tarilib ketdi. Shuning uchun 1 hafta oldin narxlar sal yo'lida edi. Hozir narxlar qimmatlab ketdi. Bizga ham arzon pulga berib qo'ymayapti. Akamiz katta pulni qilolmagandilar. Endi pullar to'liq bo'libdi. Shuning uchun endi olib ketyapmiz. Har doimgidek dastavka jarayonlari mana ustlari o'ralgan mashinada Kafshor akamiz bilan boshladik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul. Kimga shunaqangi chiroyli mollar, xunojillar, bo'g'ozlar kerak bo'lsa, 95 059 33 36 ga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar.